Мыйбымда кала. Evet, rolüm mınday roller bulğanı yok eğer benim. Ağırış, жеңілlerden deyip aytmayayım. Şulay da işlevi rahat idi. Rahmet Ferit'e mena şu rolünü tapşırığı için, şu mena ышанғаны için. Для меня и для нашей семьи это будет, конечно, неким таким праздником. Узнать, наконец-то, что это все актуально в сегодняшнем дне. Не когда-то, а в сегодняшнем дне, и что это будет дальше. Nendegi narsalarni o'qisam da, onu mana sahnada turmushjon etib ko'z oldimga keltirish mumkin tugul. Durust, endi u har kimning shaxsiy fantaziyasi bilan birga o'sish olirga mumkin. Men shunga ko'ra bek rahmatliman Kamal teatr kollektivina. Birida to'liq bir kollektiv kabi ko'rina. O'ngishli bizning spektakllarning birisi deb sanayman. Kelajagi umidli spektakllarning ham Kamal teatrına zo'r rahmatliman. Mine bugün men bek qiziqsinib qarab o'tiram, chunki bu teatr yangacha teatr so'zi bilan mana shu romanlarga qarash deb baylayman. Bek qiziq scenografiya, bek qiziq rejissura, bek aybat mening uchun qiziq artistlarning o'yini. Shunga ko'ra men bek qiziqsinib bekarda qarab o'tiram. Men chin ko'ngildan yaratgan Kamal teatrına premier bilan qutlayman. Muhojirlar bek aktual, bek kuchli, yılata turgan, kildira turgan, bek zo'r voqea ham bek kuchli spektakl to'di. Ham men bek qanoatman, ham ayrisha muzikani maqtar edim, chunki muzika bu spektaklni eskitkich bizi. Aferin. Shunday spektakllarga lagu bek serak mening turmushimda. Mana bugun qaragan spektakl meni boshidan oxiriga qadar shunday titrantirib tutdi. Onda bütün şürüfler tortilgan. Dursun aytganda, tege vizual yoqdan da, audial yoqdan da sen kirib ketasan. Atmosfera bek yaxshi ham tugal etib berilgan, tamlab qaray turgan, qiyo turgan, sezya turgan, isnab qaray turgan shunday spektaklga aylangan. Поэтому bek zo'r rahmat. Menga qolsa bütün kishiga bu spektaklni ko'rga kerak. И мы здесь понимаем, что вот здесь нам показывает, да, история практически судьбу целого народа. Что касается конкретно моего прадеда, это была его судьба. Это была некая его демонстрация его ответственного решения, его ответственность за его жизнь, за жизнь тех людей, которые были вокруг него. Это его семья, его жена, его дети. Это было его решение – остаться в этой стране. Поэтому, конечно, браво режиссеру. Это умение сохранить в том первозданном виде ту идею, которую хотел донести автор. И здесь, в этом спектакле, мы читали автора.